O'zbekiston tadbirkorlik, biznes va xizmat ko'rsatish sohalari xodimlari kasaba uyushmasi Toshkent viloyati tashkilotida 43 nafar delegat ishtirokida kasaba uyushma viloyat tashkilotining hisobot sayloviga bag'ishlangan 5-konferensiyasi bo'lib o'tdi. Navbatdagi lavha shu haqda. Konferensiyada kasaba uyushmasi viloyat tashkilotining 2020-yil iyun oyidan 2025-yil iyun oyigacha bo'lgan davridagi faoliyati yuzasidan O'zbekiston tadbirkorlik, biznes va xizmat ko'rsatish sohalari xodimlari kasaba uyushmasi Toshkent viloyati raislar kengashining hisoboti tinglandi. So'nggi yillarda kasaba uyushmalari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar hamda bu yil O'zbekiston kasaba uyushmalari harakatining 120 yilligi keng nishonlanishi va kasaba uyushmasiga oid boshqa yo'nalishlar haqida ma'lumotlar berildi hamda O'zbekiston tadbirkorlik, biznes va xizmat ko'rsatish sohasi xodimlari kasaba uyushmasi ustaviga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi masalalari ko'rib chiqildi. O'zbekiston tadbirkorlik, biznes va xizmat ko'rsatish sohasi xodimlari kasaba uyushmasi Toshkent viloyati raislar kengashining 2020-yil iyun oyidan 2025-yil iyun oyigacha bo'lgan davridagi faoliyati konferensiya delegatlari tomonidan qoniqarli deb topildi. Konferensiya so'ngida kasaba uyushmalari nufuzini yanada oshirishga, xodimlarning ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlarini himoya etishdagi ishlari uchun bir guruh kasaba uyushma faollari O'zbekiston tadbirkorlik, biznes va xizmat ko'rsatish sohasi xodimlari kasaba uyushmasi Respublika kengashining tashakkurnomalari bilan taqdirlandi.